Akamda şu müşkitin bilyard sahnasida hamda dadamızdan şunda bir peyzi naqsını aldıqda halkımızdan hemmisi oğlum senden ming marta razı degan bu naqshini. Bu naqshini anglab ham desaq shaxsan o'zimning shunda ko'zlarimga yosh kelib ketdi. Senimi ko'rdik aka. Hamda mushu naqshani qanday bir sababdan bir ijod qilinib qoldi aka. Mushunga menmi bak qiziqdim. Cho'qim xalqimiz bak qiziqdi deb o'ylayman. Endi bu naqshning ijod bo'lib qolishdagi birinchi sabab o'sha bir ota bolalik mehr muhabbatning sababi deyman men buni. Chunki dadamma san'atni yaxshi ko'radigan, o'zining burundan tortib san'atga bo'lgan ishtiyoqi, hurmati bak cho'ng odamcha. Lekin ba'zi bir sharoitlar bilan bu dadamga bir sahnlarga chiqish fursatlari bo'lmagan. To'g'ri. Ama qalbimda o'sha dadamga bir yaxshi bir fursat bo'lsa, bir sahnlarda bir o'zining iqtidorini bir joriy qildirsa degan bir orzuyim botdi. Onun ustiga men uyning kichik o'sha opam bilan dadamni opam bilan dadamga qarash mas'uliyati menda endi oilada. Şuna bu dadamı özümü davamlıq deydi, balam senden şundak narazi. Vay zat işlerin yaxşı olsun da her vakit güzel. Arzu armanlar gitip durdu. Şuna bu qitimliq milyar sahnemde şu dadam için bir naqşı orunlaştırsak da biz buna şu grupdaki balalar bilan maslahatlashsam bularga aytib qo'lladi bu ishimni. Şuna bilan ben Yusufcan Qiyim'de bizim G'oljida bir yaxshi akamiz var, şair, yazgıcı. Yusufcan bu baştaki bir ahvolda aka. Dadam aytilgan bir tekst yozib bergan bo'lsam, hamda dadam ikkimizning aramızdagi munosabatimiz shunda qaraq. Munosabat meni bek qo'llab, chunki o'sha ota-onamiz qo'llab bermasa bo'lmaydi-da to'g'ri. Desam bo'ladi ekan deb Yusufcan shundoq chiroyli qatirib yozibdi bu tekstni. Şunlar bilen ahang seliş için 5-6 adamlarga berip baktık bu tekisini. Mükemmel kılay dedi. Şurada ahire şu Asqar Muxtar. Bizim dağlık muzikantımız, çalgıcı, icadiyetçi ağabeyimiz. Asqar Muxtar ahangın işildi. Yusufcan Qiyim akımız tekisini yazdı. Şundan gülgülüge kelip kaldı. Ras. Şundan dadamı bunu bir hafta etip ügünüp meşk kılıpla. Şundan bu durumki keçiligimde apam dadam hatta urug tuqqanlarım, kichik dadlarimdan tortib bütün tuqqanlar bor asosiyat. Qiynab-qiynatlarim degandek. Şuna bilan bular bilan bu qatorda kelib dadam bu narsani ham ichida sakinda o'rindab berdi. Shundaq mening o'sha bir arminim Tügi dedi. Qanma dedi sen bo'ladi. Chunki endi dadamning shundaq bo'lgan bo'lishi mumkin-ku. Chunki biz san'at deganning o'tida ko'ygan odam uchun bir yaxshi bir asari xalq bilan uchrashsa, yomon bir to'limi bir cho'ng baxt his qiladi. To'g'ri aka, to'g'ri. Dadamning o'zining armini ro'yobga chiqdi deb qarayman men. Uning ustiga bu naqshining yana bir moda bo'lib ketgan sababi shu naq maydondagi hissiyat. Mening ayada qilgan ajr emgigim bor. Buni ashad o'tagan tomoshabinlarimiz, ekran oldidagi tomoshabinlarimiz, naq maydondagi tomoshabinlarimiz hammasi ko'ribdi deydi. Hem şu tatgan japarimning ustiga dadam qo'pib naqshini hem bu naqshida menga bo'lgan dadamniki yaxshi ko'rishi bor. Hem menga bo'lgan tarbiyasi bor. To'g'ri. Kamtarlikni yar tutsang doim dadang sendan ming marta rozi. Bir umr kichik bo'lib yashagan. Demakchi o. To'g'ri. Onun ustiga mening dadamga voy mush dadam xo'sh bo'lsa deb qilgan aytganlarimga o'zining bir minnatdorligi bor. Şundan her taraf oynab bu naqsha o meniki oldida o'ynagan qo'sh xabar degan temam qoldi oyoqda. Men japada chiqqan tuxumlar oyoq kelib bu dadamning degan chekilishi falan million yetgan. Shu. Hamma odam, hamma otalar ballarga bo'lgan hurmatini, ballarga bo'lgan arzu tilaklarini shu naqsha orqali ifodalab Aşı dadamның naqsıga özlerining balları bilan tushgan rasmlarni kirishtirib qo'yganda chiqaribdi. O men do'yin kirsang, men aşı naqshini besib kirsang, aşı naqshiga kirish degan videoni hamiz chiqitgancha. Ben moda serib uxlab qapti men tugit qo'lamay. Ashundaqcha.
dadamның şunda adığı çıktı. Bizning adığımız çıktı. Yazgıcı Yusuf Çıkanma, Asqar Muxtarma hammamizningki bir xil ecrimizga tushliq bir ish bo'ldi bu naqsha. Buni endi gapni yig'ib aytsam endi paydo bo'lib kelishining sababi shu bir mehr muhabbatning sababi. Mana o'ynayotgan shu so'zlayotgan so'zlarimma hammasi meningli beshimda o'tgan ishlar emas. Balkim mening beshimda o'tgan ishlar bo'lishi mumkin, lekin hamma odamning beshidan o'tgan ish, masalan mening Lingchamiyo degan yumurim tarqalgan burun. Bu Lingchamiyo degan yumurimni dahshat minib ketdi bu. Uxlamay oldim aka. Yaman adam anladı. Buni hamma odamning anglashidagi sabab nima desam, ashu melqa optuz uxlab qolman-ku. Hamma odam shu o'zining uchirgan bir optuzini ko'z oldiga aytdi-ku uningda. Shunama o'zining ashtaq bir qiyinchiligini yodiga oldi. Bulqamagan bir vaqtlarni degina. Hamma odam shu o'zini shu o'ringa qo'yib o'ylagan ekan, uning qalbida qoladi bu. Ballarning otasiga bo'lgan, otaning ballarga bo'lgan hurmatini shu naqsha orqali, demak u naqsha bizning naqsha emas, dadamning naqshi emas, butun xalqimizning naqshi bo'ldi deb qarayman. Rahmat aka. Akamda shu yaqinda shu do'yinlar bir muborak bo'lsin deb bir naqshiga sening zo'pinglaringni kirishtirib chiqarib qo'ygan ahvollarni aytdi jiq hamda. Bu milliard pullarni topmadim deysa, bu qarsak Lexus mashina aka. Endi mush to'g'risida bir tushuncha berib o'tmamsa aka. Endi bu ishda men yomon bir xijolat degan fikrim. To'lim xijolat bo'lib ketdim. Nima uchun desang, maslanga menda bir gap bor bizda. Ko'z qilish yaxshi emas. To'g'ri. Faqat yaxshi emas. Hatto men odatda chambarigimga, do'yinimga alqankidek bak bir narsani ko'z qilib chiqamayman. Nurg'un odamlar bor, bir vaqt qo'g'isima bir tal andaroq bir narsasini do'yinga chiqaradigan. Bu ancha menchi bo'lsa to'g'ri ish emasmikin deyman. Endi chunki hammamiz yaxshi yashayapmiz, endi bizning mamlakatimiz nochi mamlakat. Lekin shuningga ehtiyoji bor odamlar borcha, bizni cho'nglarda bir gap bor, halqa puli yo'qning qishida pulingning gapini qilma. Otasi yo'qning oldida ota-onangning gapini qilma. Baxti kelmagan odamning oldida o'zingning baxtingning gapini qilma deydigan. Demak biz do'yinda ashtaq yaxshi narsalarimizni, yaxshi turmushimizni, ko'zni chiqib kelsak, shuningga erishamagan odamlar ichida bir xil ya o'zini to'van ko'rib qoladi, ya hasad qilib qoladi, ya boshqacha bir fikrlarda bo'lib qoladi-ku. To'g'ri. Shunaqsa mening vujudimda faqatla bu ko'zchilik yo'q-da. Endi bu mashinani men ip qoldim, yelib shu bir ag'inamni iskilatik bir ish bilan bosam, va chiroyli mashina olsa deblar, toshdiga ag'inam bor. Toshmamat deb yiqib o'tmanda endi turgan deb yana bir ag'inam bor, xo'p sherikdan ochilgan. Turgan evet qo'ya adashlar bunda telefoniga elib, mana turgan adashma Ro'zaxon yaxshi mashina yopdi deganni bilmayman. Men o'sha turgan qavatda deb yuribdim-a. Bala o do'yinga chiqarib qopti degan qarab. Men o do'yinga 360 ga qarab o'tamayman. Kash xurulig'i taraf evet turgan muborak va xijolat to'lib ekan. Shuningla mana hozir ishonsam telefonda shu Leoten Jilon ko'z qiymat tashqi telefon urib ochiqladim men. Nimda qilsa adasa bu to'g'ri bo'lmabdimi ishsa meni darujva desam va adasa to'g'ri ko'msa men jutaydi-da juta deb shuna pakiz do'yindan tushagizib yetib qildim. O'zim ama shunda xijolat bo'lib ketdim bu ishni uchun. Akamning shu hozirgi so'zlaringdan sening fazilatingni kamtarligingni men bo'lmasin boshqa hammanglar his qilib oladi. Men do'yiningda bo'lsin, mayli poyochallaringda bo'lsin aka, endi sening asosligi xalq elib kelganing endi asosli kulka. Chaqchaqmish xalqimiz xo'sh bo'lsin deb poyochani odam yega ishgan o do'yinlarda shu hech nimani ko'gilolmaydi. Endi aka bu ishingmi xato ish emas aka. Sen o'zing endi bir xijolat bo'lib qolgan bir ahvol bor ekanligini endi buni hammamiz to'g'ri tushundik mana aka. Hamda oxirda yana bir savol bor aka, bir so'rab o'tayman. Shu hamda bir yangi yil kelyapti-da, hamda shu yangi yilga bir qandaroq bir planlaring bor, mush to'g'risida bir xalqimizga bir ishga so'zlab bermamsan. Yangi yilga ma az qoldi deymizmi? Hamda yangi yilda halqa maxsus konkurs tuzgan bir plan yo'q. Yangi yilni endi alqatari qanday tabriklasak shunday tabriklab kiramiz. To'g'ri. Ama men endi burada 3-chi qitimliq milliard sahnimiz tugdi. Mush yangi yil
kirgandan tortib, yangi yildan tortib biz 4-chi qitimliq milliard sahnamizningki tayyorligini boshlaymiz. 2024 4-chi qitimliq milliard sahnesini ko'ramiz endi shundaqmi? 4-chi qitimliq milliard sahnamizning tayyorligini boshlasak 2024 yil oxirida xalqimiz bilan yuz ko'rishtirishga tirishimizda. Bo'ldi, rahmat aka. Bugun mana yaxshi bir paranglar bo'ldi. Sana rahmat. Yo'q aka, sen meni qo'llab ben seni ticaretçi inem desem sen resmi şu bir riyasetçilik so'zlarni so'rab yo'q aka. Rahmat aka, bugun meni kapmishak bir qo'llab berganingga. Bundan keyin ishlaring utuqliq bo'lsin aka. Rahmat sana. Rahmat. Davomli tirishqin. Xalqimizga yaxshi ishonchlik, sifatli mahsulotlarni sunishingni chin dildan umid rahmat. Salomat bo'ling aka. Aka hamda shu so'rinlarda bo'lsin va yoki boshqa hamda to'ylarda bo'lsin, hammasida hamda chaqchaqlarni shunda voyaga yetkazib, o'rinlaysa asal so'rin sening qo'lingda hamda. Hamda shu ba'zan bir vaqtlarda hamda shu so'rinni bir azroq chaqchaqlar kelmay bir o'sal bo'lib qolgan bir ahvollaring bormidi? Mabek maxfiy savol olib ketdimi ya? Bu 100% bor-ku, undayman. Nima uchun desang, bu masalan chaqchaq maqshiga o'xshamaydi-da. Maqshini masalan maxsus bir odam tekisini yozadi, ohangini bir odam ishlaydi, bir odam ijro qiladi. Ham uni tayyorlab olishga ma'lum yetarli vaqt bor. Biroq bu chaqchaq deganni u tayyorlab olgan, tekisini birsi yezib berib, bir ssenarisini yezib berib, birsi deydigan bunda ish emas. Bunu hem üzən yazsa, hem üzən rətlaysa, hem üzən əşədə nəxməydən tat ağzından çıxıdığan nərsə bu çaqçaq deyəncəm. Həndə buron, həndə qanat quyruğumuz səl yetilməyən vaxtlarımız. Məsələn, çoğ sorularda ustaz çaqçaqdılar. Biz bək hörmət qıldığan ustaz çaqçaqlarımız bayələdə. Şu çoğ ustazlarını hörmətləş üstüdün. Hem özümüzün təcrübə salğımızın kamlığıdın. Təmtirəb qaldığan. Bazıda içilanmay şundaq meyus qaytadigan ay boldular men bu chaqchaqchi bo'lamaydi ekanman men devetken kunlarimizmi bo'lgan shaxsan mening shunda bo'lgan lekin endi bir ishni izchil qilgandan baga sirayilqa kichik qonim duglasang yug'urib ketgandek qarboy yasanda kichikina qonil duglasak yug'uraydi bu ishni baga sira mashg'ul bo'laversang endi bu tajriba savodliqim bo'lib qoldi ekansan qanday qilsang oson kuldirsa qanday qilsang shu varang-churang ya'ni kayfiyatini bir yerga yig'ib akilalaysa qanday qanchalik xaxlayga texmi xo'shallik beradigan texmi ilmiy sog'lom holatni kuldiraydigan degan tajribalar to'planib qoldi ekan-ku shaxsan shunaqangi burun ashta bo'ladi ashta ichilanmay hey deb qaytagan vaqtlarimiz bo'ladi hozir asosiyatdan undaq ish yo'q desam